Assalomu alaykum yana bor hammaga. Demak, bugungi darsimiz 11-dars ommaviy SMSlar, ya'ni kampanyalar haqida bo'ladi. O'tgan 10-darsda qayta sotuvlar haqida gaplashgan edik. Demak, qayta sotuv nimaga kerak? Biznesga qanaqa foydasi bor? Qayta sotib oluvchi mijozlarni qanaqa qilib saralash mumkin? Qancha muddat qolganini qanaqa ko'rish mumkin? Bu yoqdagi menlar haqida gaplashgan edik. Endi bugungi 11-darsimizda kampanyalar, ya'ni ommaviy SMSlar haqida gaplashamiz. Ommaviy SMS nima kerak o'zi? Ommaviy SMS siz va mijozingiz orasidagi yaqin aloqani saqlab turish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun har bayramda Beeline yoki Uzmobile yoki Ucell kompaniyasidan bayram tabriklari, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklar kelib turadi. Qanaqadir skidka, chegirmalar, aksiyalar bo'lganda u ham SMS sifatida sizga keladi. Bu xuddi mana shu kampanyalar, ya'ni ommaviy SMSlar deb ataladi. Ommaviy SMSlar biznes egasiga u qanaqadir aksiya o'tkazganda ayniqsa kerak bo'ladi. Bu yoqda biz nima ko'rishimiz mumkin? Ommaviy SMSlar bitta yaratilgan ekan, u hammasi, ya'ni qoralama tayyor turganlar yuborishga planlashtirilganlar, ya'ni qaysidir kun avtomatik yuboriladiganlar ishlamoqda degan, ya'ni o'sha ayni vaqtda aktiv bo'lgan chegirmalar bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Tugadi deganda tugagan o'sha ommaviy SMSlar, ya'ni tugagan aksiya bo'lishi mumkin. Qanaqa qilib yaratamiz? Demak, yangi kampaniya degan joyga bosganda kompaniya nomi, ya'ni keling chegirma yaratib ko'ramiz. 30% chegirma tovar 0.22 uchun. Auditoriyamiz keyin tasavvur qiling, Navoiyda yoki tasavvur qiling Jizzaxda bizni mahsulotimiz yaxshi ketmayapti. Demak, bularga 30% chegirma qilib beramiz. Demak, auditoriyamiz hudud bo'yicha belgilaymiz. Demak, hudud qaysi hudud? Jizzaxdalik. Keling Jizzaxni tanlaymiz. Jizzaxdagilar uchun auditoriya hisoblab ko'ramizmi? Keling auditoriya hisoblaymiz. Chiqish bor ekan Jizzaxda. Biz qo'lga yasagan mijozlar orasida Jizzaxda yo'q edi menimcha. Shuning uchun 518 ta mijoz potensialni sizni Jizzax shahridan, Jizzax viloyatidan bor ekan. Ularga 30% chegirma 22-tovar uchun demak kampaniya yaratyapmiz. Xabarnoma. Demak, nima bo'ladi xabarnoma? Assalomu alaykum. Hurmatli mijoz nomi, misol uchun mijozlaringiz nomini avtomatik qo'yib ketadi. Bizda 10 kunlik 22-tovar uchun aksiya ketmoqda, ulgurib qoling. Qoralama qilib yozdim. Kompaniya nomi. Biz keling mana shuni bizning kompaniya nomini qo'shadigan bo'ladi. Mana shu bizning mana shu kompaniyamizda, misol uchun mana shu kompaniyamizda 10 kunlik 22-tovar uchun aksiya ketmoqda, ulgurib qoling degan undan qo'yib yuboraylik. Demak, ommaviy xabar. AI ham yaratib berish mumkin. Misol uchun AI yaratganini bossak bu yoqda bizda ajoyib yangilik bor, mana qarang. Genial ishlaydi. Salom. Ism. Salom, misol uchun. Salom Alisher aka, bizda ajoyib yangilik bor.
Misol uchun Alvali kompaniyamizda barcha mahsulotlarga 30% chegirma. Buni to'g'rilab tushuntirish kerak, barcha mahsulot emasligini EAga tushuntirsa bo'ladi. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Tezda adresga tashrif buyuring yoki mana shu telefon raqam, kompaniyani telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Sizni kutamiz. Smayli ham bor. Misol uchun ko'rib chiqish, salom, Dilnoz Toshpo'latova, bizda ajoyib yangilik bor. Demak, oilada barcha mahsulotlarga 30% chegirma. Bu imkoniyatdan qo'ldan boy bermang. Tezda bu yukdagi yo'lda ko'chasi 81-uyga tashrif buyuring yoki telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Sizni kutamiz degan kampaniya yaratdik. Endi buni planlashtiramiz keyinroqqa. Qachon? Demak, aksiyamiz 12-dan boshlansin. 10 kun mobaynida tanlash. Tanlash. Bo'ldi. Rejalashtirish. Tasdiqlash. Mana endi 518 kishiga ertaga soat 10da mana shu SMS yetib boradi. Kampaniyalar har xil bo'lishi mumkin. Mijoz yig'ish uchun, auditoriya yig'ish uchun, umuman olib qaraganda o'zingiz xususiyatiga qarab, o'zingizning ehtiyojingizga qarab mana bu yuborilganini ko'rsatyapti. Telegram orqali yuborar ekan. Demak, o'zingizning ehtiyojingizga qarab yaratsangiz bo'ladi. Demak, biz bugun ommaviy kampaniyalar yaratish haqida darsimizni ko'rib chiqdik. Demak, bugungi 11-darsimizda biz ommaviy SMSlarni kampaniyalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Keyingi 12-darsimizda mijozlar bazasi, uni qanaqa boshqarish va saralash haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.